Assalomu alaykum. Pena beton ishqibozlari, mana biz Farg'ona Bog'dodda, Xudo xolasa 220 kvadrat joyda mana shu pena beton qo'yib beryapmiz. Bu ya'ni tom lomboz deydi. Mana shu isteshkada e'tibor berishingiz mumkin. Mana shu 220 kvadrat qo'yib berilyapti. Mana ish jarayoni davom etyapti. Kimda kim qiziqsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsataveramiz. Vodiyda 45 ming so'm, vodiydan tashqarida 55 minggacha mana shunaqa holatda qilib beramiz. Mana bugun ertalab tushilgan. Bugun Xudo xolasa mana shu tugatib chiqib ketamiz bir kunda. Mana ko'rib turibsizlar, 3-etajdamiz. Pena betonimiz. Mana ko'ryapsizlar, mana shu yerda tushib chiqib, Xudo xolasa ish jarayoni davom etyapti. Buni afzallik tomonlari pena betonda yorilmaydi. Buni tarkibiga kiradigan narsalar asosan qum, sement, fibra, suv. Pena mana shu holatda chiqadi. Ko'rib turibsizlar, mana shular ertalab quyilgan. O'ta ajoyib holatda. 100 kvadrat, 150 kvadrat, 1000 kvadrat, 2000 kvadratgacha ham borib qilib berib kelaveramiz. 5000 kvadrat bo'lami. Xizmatlar o'z ichiga oladigan narsalar asosan hamma mehnati, mana shu ketadigan mahsulotlar hammasi o'zimizdan bo'ladi. Kelib shu yerda bizga asosan suv bilan sement, suv to'k bersa bo'ldi. Qolganini o'zimiz olib kelib shu yerda tayyorlab, quyib, chiqazib, mana ko'rishingiz mumkin. O'ta ajoyib holat. O'zi 2 minut, 3 minutda 15 kvadrat kecha quyib yuborsa bo'ladi, bemalol. E'tibor berishingiz mumkin. Juda ajoyib holatda. Ve 7 santimetrga dogovor bo'lingan. O'zi 5 santimetr ham vaqti zo'r holatda chiqyapti. Mana shu hozir 5 qo'yyapmiz ustiga. Keyin yana bir 2 santimetr bir aylantirib qo'yamiz tugay deganda. Ko'rib ajoyib. Mana shu holatda quyib chiqazib, tomillar shuva berib kelamiz.